Har birimizning hayotimizga har xil insonlar uchraydi. Boy, kambag'al, yaxshi, yomon, yolg'on gapiradigan, haqiqatni gapiradigan har xil insonlar uchrab turadi. Biz har bir kelgan insonni o'zimizga dars qilib olishimiz mumkin. Va agar biz har bir kelgan insonni darsdek, o'shani sinovdek, o'shani biron bir yaxshilikdek, mana shunday taraflama agar biz qabul qilsak, bizning yo'limiz ochiq va biz hamisha marraga birinchi bo'lib yetib borishga harakat qilamiz. Ko'pincha shunday insonlar borki, yolg'onda juda ham ko'p gapirishadi. Ular yolg'onda shunchalik suv qilib ichib olishganki, ularda yolg'onni eshitib turib hayron ham qolasiz. Lekin siz o'zligingizcha qoling. Qanday inson bo'lsangiz, shunday insonligingizcha qoling. Masalan, siz biron bir yaqiningizga haqiqatni gapirsangiz, u inson sizdan uzoqlashib boshlaydi. U inson sizning qo'ng'iroqlaringizga javob bermaydi yoki bo'lmasa sizdan aylanib o'tishga harakat qiladi. Siz bundan qiynalmang. Qalbingiz ham og'rimasin. Chunki deganda siz bilan qolaman degan inson siz haqiqatni gapirganingizda u to'g'ri qabul qilishga harakat qiladi va u sizdan hech qachon uzoqlashmaydi. Sizdan uzoqlashaman degan inson siz haqiqatni gapirasizmi, yolg'on gapirasizmi, unga farqi yo'q. U baribir bir kun emas, bir kun sizdan uzoqlashadi. Balkim uni bu qalbida, ongida bu rejalar уже bor edi. Bu faqatgina shu kunni kutib turgandi. Unga bir bahona kerak edi va u sizdan uzoqlashdi. Siz kimgadir haqiqatni aytganingiz uchun u sizdan uzoqlashgandan siz pushaymon yemang. Men balkim shu narsani aytmaganimda u mening yonimda qolar edi. Balkim biz yana birozgina birgalikda bo'lardik degan gaplarni xayolingizdan chiqaring. Chunki deganda yolg'onda umri kalta. Bir kun emas, bir kun u sizning yolg'onlaringizni hammasini fosh qilgandan keyin bu jahl bilan ketib qolardi. Unda sizning qalbingiz juda ham og'rir edi va siz o'zingizga azob berardingiz. Shuning uchun hozir sizning yoningizdan ketdimi? U ketdi. Agar u sizniki bo'lsa, u qaytadi. Agar u sizning insoningiz bo'lsa, u sizning yoningizda qolar edi. Shuning uchun ketgan inson uchun hech qachon g'am chekmang va o'zingizni qiynamang.